Selamünaleyküm. 3-4 günden beri video qilolmadim. İmkoniyatlar bo'ldi juda yaxshi, lekin foydalanolmayapman. Qanaqa imkoniyatlar deyapmizdik. Paralarda tushuvchi trend davom etyapti. Paralar juda kuchli tushyapti. Euro USD'ni qaranglar. Euro USD'da o'taga tortgan edim. Mana shu zonaga. O'taga tortgan edim. O'tadan keyin biz optimal trade entry zonaga kelgandan keyin bu zonadan sal pastroqdan kirishga harakat qilardim-da. Mana chopib tashlaymiz. Bu seshanba kungi holat. Seshanba kungi holat, sessiyani yoqib olamiz. Mana bu yerda funt bilan SMT bo'lib qolgan edi. Funtda PVL bordi, o'tgan haftaning lowi. O'tgan haftaning lowi funtda yechdi. Euro yecholmadi, chunki PVL pastda qolib ketgandi. Mana shu zonalarda nima bor? Haftaning lowi. DXY Dixi ham yecholgani yo'q. Orqaga tashlab berdi. Shuni hisobiga SMT bo'ldi deb funtda yechdi, yevroda yecholmadi. Haftaning lowini. Mana shu zona полностью ona SMT. SMT bo'ldi. SMT bo'ldi, shu yerdan qaytib ketadi deb kirgan edim. Men qayerdan kirdim aytam? 17.300 dan kirdim. Mana. O 7300'dan stopum 100 pips edi. Stopga yetib yetmasdan qaytib ketdi. Nah. O'zi mana bu Aziyaning lovini Osil sayt yechilishidan kirish kerak ekan. Xatolarimizdan bittasida endi. Mana yangi boshlaganlar xatosi har doim stopni mana shu lowga qo'yiladi. Lowga qo'yamiz. Biz stopimizni oladi chiqib ketadi. Meniki 100 pips edi, stopdan sal nimadan pastroq edi. Lekin mana shu zonadan kirish kerak ekan. Mana shu nimani low yechilishidan, lowda sweep qilishidan kirish kerak ekan. Bu yog'i 1-2 pips yurib bergandi. Lekin meniki kirgandim New York sessiyasi. New York shunday olib berdi. Limitni oldi, dal yana ozgina pastga tushib chiqib ketdi. Mana shu joyda 1 ga 7 error ishlab bergan. Men 1-2 ga qo'yib mayog'igacha dalshi yurib beradi tepagacha deb
pozitsiyani tashlab qo'ydim, iloji yo'qmadi BUda chiqib ketishga to'g'ri keldi. Lekin 1 ga 7 akalar normal nima edi, $50 risk qiladigan bo'lsak 1 ga 7 $80 $70-80 atrofida bor edi. Trendga qarshi savdo qilayotganimizni hisobga olib turib, narx down trend bo'layotganini, trendga qarshi savdo qilayotganimizni hisobga olib 1 ga 1 yoki 1 ga 1.5 RR'da chiqib ketsa ham bo'laverardi. Keyin New York sessiyasining oxirgi holatlarida, New York sessiyasining oxiri edi. London New York boshlandi, New York London low'ini yechdi, oxiri edi. Men o'yladim, dalish tepaga chiqib ketarmikan, mana zonalarga chiqib beramiz degan. Halinaqa nafs tanaqasida endi. Shu bilan 1-2 bilan qo'yib, bezubga chiqib ketdim bu yerdan. Aziz sessiyasi ochildi, mana shu zonalarda bezubga chiqib ketdim. Agar bezubga chiqmaganimda o'zi stopda olardi ekan. Keyingi kuni kirdim. 17.000 da o'zidan kirdim. Stop 100 pips edi, 17.000 dan kirdim. Stop 100 pips. Stopimiz 100 pips. Take profitimiz yana 1.2 edi. Narx nima qildi? Narx yurib keldi-da, bizda marta news bordi, yangilik bordi shekilli kadashimiz ham. Mana chop tashlaydi. Mana news bordi, PPI bordi. Bizda 1 soatlik FVG'miz bordi. Bizning setupimiz bo'yicha 1 soatlik FVG. Mana chopamiz. Nima ma'nolamiz? 1 soatlik FVG tashlaganmiz. Narx. Shu 1 soatlik setupim bo'yicha 1 soatlik time frame, 1 soatlik FVG ga narx kelgandan keyin slom struktura istab turib, narx manipulyatsiya istab turib, ana shu joydan kirish kerak edi. Pastga ketish kerak edi. Men nima qildim? Ma'dan kirdim, trendga qarshi kirdim birinchidan. Undan keyin 1 soatlik FVG ni hisobga olmadim. Narx yurib berdi. Bu yerda ham 1 ga 7 yurib bergan ekan. 1 ga 7 error emas, 1 ga 1.7 error. Ya'ni 1 ga 2 ga ham yetmaganda, kichkina time frame oladigan bo'lsak, qaranglar. London o'rtasida limitimizni oldi, shu joydan kirdik. 1 soatlik FVG ni test qildik. 1 soatlik FVG ni ichida narx M3 time frame olamiz. M3 time frame mana fraktal. Mana shu fraktalni yechdi. Yechdi, shift qildida bizga mana bu zonadan asha M3 dagi FVG mi yoki narxni mana shu zonaga kirishidanmi sell ga kirishimiz kerak edi. Men bayda o'tirganligim uchun bu imkoniyatni ko'ra olmadim. Qaranglar. Narx keldi, limitim oldi, dars qaytib chiqib ketdi. Men o'yladim, dars chiqib ketadi, men yoqqacha deb o'yladim. Yangilikda endi bu ham nafs o'lgur. Ushab o'tir deb turib oldi-da, 1-2 yurib bergan. Lekin yangilikka yaqin yo'q farishim kerak edi. 1 soatlik FVG FTA zona, muammoli zonaga kelgandan keyin yopib tashlashim kerak edi bu pozitsiyani. Yopmadim. Yopgandan keyin ma'dan kirib ko'rsak bo'laveradigan holati bor edi. Ya'ni bizga bayrab tashlaymiz. Ma'da 1 soatlik FVG'mizni oldida bizga nima berdi? Slom struktura berdi. 1 soatlik FVG ni ichida manipulyatsiya berdi. Narx shu joydan orqaga qaytdi. Yangilikda ta'sir bilan New York ochildida, narx tezlashib ketdi.
Bu ham 1 ga 7. 1 ga 1.7. 1 ga 1.8. Nima bo'lgan taqdirda ham mana shu zonadan yo yangilikgacha yoki umuman mana shu holat kirish kerak edi. Chunki trend bu yo'nalish bo'yicha 1 soatlik FBO'ga bizning setapimiz bo'yicha mana shu holat edi. Endi qonunlarga, sanaqa qoidalarga qat'iy amal qiladigan treyder darajasiga hali chiqqanimiz yo'q. Ko'rib turganinglardek, bu imkoniyatlar qo'ldan boy berildi. Ya'ni matdan kirgan 17 mingdan kirgan pozitsiyam 17 mingdan kirgan pozitsiyam bezubutgada chiqib ketdi mavzudan. Yomon alam qiladigan holat bo'ldi. Qaranglar. Qayerda chiqib ketdim? Bezubutga bu yerda chiqib ketmadim, yangilik kelgan paytda. Ushlab o'tirib, yana qaytib kelayotgan paytda mana shu yerda bezubutga chiqib ketdim. Yani narx qaytib berdi meni o'rnimga. Bezubutga qo'yganim yo'q, ushlab o'tirdim. Keyin yangilikda impuls bilan tepaga yurib berdi. Yopib tashlasam bo'lardi, lekin mana shu yergacha chiqib beradi 1-2 ga deb ushlab o'tirdim. Narx qaytib tushyotdi, mana shu zonada yopib tashladim. Yopib tashladim, narx qaytib sekin tepaga chiqib ketdi. Pozitsiyasiz qoldik. Baribir buni olmadi, lekin olmagan taqdirda ham shundayroqda yopib farsam bo'lardi, san foydaga kirganda. 70-80 dollar foydada yopib farsak bo'ladigan holat edi. Xatolarni ko'ryapmiz. Endi shularga yarasha to'g'rilashga harakat qilamiz xatolarni. Mana shunaqa holat bo'ldi. Asablar buziladi, chunki abidna bo'ladi odamga. O'tirasan, kirasan. Ozgina qo'yganda orqaga qaytib boradi. Lekin stopni doim siljitib borish kerakmi deb o'ylab qolaman ba'zida. Mana kirdim, narx yurib berdimi? Ozgina yurib berdi, stopni menga siljitamiz. Keyin narx mana rangedan o'tib ketdi, yana tepaga dalish yurib berdimi? O'sha stopni mana shu zonaga qo'yish kerak. Stopni. Bu yerda range bo'lib qoldi, yana narx bitta impuls berdim, o'sha stopni mana shu zonaga qo'yish kerak. Manipulyatsiyaning tagiga. Bizda shunda mana shuncha 17 mingdan kirgan bo'lsak 100 pips bizda foyda qolardi ekan. Agar shunaqa trailing stop qilib, stopni siljitib boradigan bo'lsam, 100 pips menga foydaga qolardi. Ya'ni 50 dollar 1 ga 1 foydaga qolardi ekan. Shunaqa qilib ishlash kerakmi deymanda. Nechta 3-4 ta pozitsiya shunaqa bo'ldi-da. 1 ga 1 yurib berdi, 1 ga 1.7 yurib berdi-da. Teyikka yetar-yetmasdan уже narx orqaga qaytib boradi, bezubutgani olib chiqib ketadi. Optimal entry'da 1 ga 2. 1 ga 2 normalniy holat. 1 ga 3 demayapman, 1 ga 2 ni ham bermayapti bozor. Ko'rmayapti emas, balki noto'g'ri ketayotgan bo'lishi mumkin edi. Ular shunaqa holat bo'ldi. Ertaman nima bo'ldi? Frankfurt sessiyasida Aziya range, Aziya konkretniy range bo'lib qoldi. Bizda AMD setup bor, ya'ni accumulation, manipulation, buni hamma biladi. YouTube'da tiqilib yotibdi. Distribution holat. Ya'ni narx mana akkumulyatsiya bo'lib, zonada bitta zonada turadi-da. Bitta zonada. Keyin tars mana nimalarni yechadi, polkani. Likvidlar polkasini shunday yechadi. Keyin darshi pastga tushib ketadi, slom struktura berib turib yoki shunday o'zidan tushib ketadi manipulation. Aytdim, shunaqa holat bo'ldi. Mana bu qanaqa zonada? Resistance zona desa ham bo'ladi. Resistance. Resistance zona, сопротивление.
qaranglar, narxni qaytargan zona mana. Qaytardi. Bu Aziya sessiyasi bo'lyapti. Mana Aziya sessiyasi. Frankfurt ochilyapti. Aziyani sweep qildi. Pastga tushdi. Mana shuncha pastga tushgani ham yetardi. Kichkina time frame'ga olib ko'ramiz hozir. Hem 3 time frame'da qaranglar nima bo'lyapti. Tak sessiyani yoqamiz. Aziya, Frankfurt ochildi. Frankfurt Aziyani birinchi pasini yechdi, keyin tepasini yechdi. Mana polka likvid zonamiz. Likvidlar yig'ilgan zona, rosa nima bo'lgan mana. Resistance zona mana. Narx qaytaryapti. Impuls bilan chiqib yechdi. Hech bo'lmaganda mana shu zonadan shu resist mashina yechadi deb turib shu zonada emas 7200 danmi narx rovno 00 qilib turib 7200 dan kirib borsak ham bo'ladigan holatda. 100 pips qo'ymaymiz-da, misol 50 pips qo'ysak ham 1-2 yurib berdi bizga. Mana stopda 50 pips просто. Mana shu 17200 zona, shu kruglый sifr deydi-yu. Tekkiz raqamli shu zonadan shunday limitkani tashab turib, bunday limitkani tashab 1-2 mana Frankfurt lowgacha yoki mana shu zona 1-2 qo'yganimizda ham bizga o'ta tezlik bilan olib bergan bo'lar ekan. O'ta tezlik bilan 1-2. Bunga o'ynabdi ham qo'ldan chiqardim. Hozir qarab o'tirdim bugun. Hop. Lekin pozitsiyaga kirgani bo'lmayapti. Hozir men bitta tillada limit qo'yib qo'yganman. Mana shu zonaga kelish uchun. Nimaga qanaqa bu zona degan bo'lsalar, bu internetda bor, Farruh degan bola chiqargan Tavot zona deb. Ya'ni UTC plus 5 bo'lsa O'zbekiston vaqti bilan soat 3:00 da ochilgan svechani reaksiyasi. 3:00 da ochilgan svecha reaksiya berdi, mana qaranglar. 1 soatlik time frame oladigan bo'lsak, mana bu 3:00 da ochilgan svecha. Mana shu 3:00 da ochilgan svechada bir marta reaksiya berar ekan, berdi, 2 marta reaksiya berdi. Tavotni tushuntirishi bo'yicha Tavot sistemasi tushuntirishi bo'yicha 3:00 da ochilgan svechaga narx reaksiya beradi. Yo London, yo Frankfurt, yo Aziyada narx reaksiya berdi mana biz holatda. Mana shu. Tillarni qilganishini qaranglar-da mana. Londonda berdi. Aziyani xayini yechdi. Londonda imkon berdi. Stopimiz mana zonada 13 pips. 130 pips olamiz shunda. Birga 2 yurmabdi, lekin 1-2 yurmadi, lekin mana shu zonadan qaranglar. Normallik qayd berdi-da. Test qildi, qayd berdi. Hech bo'lmasa mana shu nimani tepasiga qo'yib turib olsa bo'ladimi? Masalan 10 pips bo'lsa, bizga 1-2 mana bemalol yur bergan bo'ladi. Pachti 1-2 yur berdi. Pachti emas, badaj 1-2 ham yur bergan. London. Ya'ni O'zbekiston vaqti bilan 3:00 da ochilgan svecha belgilab olamiz, 1 soatlik svecha. Shuni testini kutamiz. Narx yo u yoqdan test qiladi, yo yorib o'tib ketib qaytib test qiladi. Shunisidan kiramiz. Hozir M1 time frame'da
shu zonaga bir time frame da shu zonani test qilgan switchi. Ha mana. Mana shu zonani test qilgan switchi и narx shunga kelishini kutib o'tirdi. Mana shu zonaga kelsa, sell ochib ko'raman. Stop qayerda bo'ladi? Stop ana shu taot o'zini stop nimasi bor, Fibonacci'si bor. Ya'ni 3:00dagi switchani test qildimi, zonamizni test qilgandan keyin 1 minutlik time frame zonani test qilgan shamni belgilab oldikmi, narx qaytib kelib o'sha shamni test qiladi. O'sha shamni test qilishdagi minimumni belgilaymiz, mana minimum. Shu yerga taot Fibonacci'sini tortamiz. Taot targetda belgilab qo'yganman. Mana biz entry zonamiz. Mana shu zonalar 23, mana shu zonalar entry zona. Narx keldi. Mana shuni test qilsa, birinchi targetimiz mana bu bo'ladi. 16.8 zona. Stop bu yerda belgilangan. 0.318. Narx kelsa, buni test qilsa, mana shu joygacha olishimiz mumkin. Bu birinchi tepa. Bu yerda ikkinchi tepasi bor. Ikkinchi tepa, uchinchi, to'rtinchi tepa. Bizga 1-2 ham yetadi agar yo'l beradigan bo'lsa, kelib. Tillada savdo qilmayman degandimi? Tillada savdo qilmayman degandim, lekin tillada shunaqa pozitsiyani kutyapman. Ya'ni stopim eng kami 100 pips bo'lishi kerak. Shunaqa 100, 150, 130, даже 200 pips bo'lsa ham shunaqa imkoniyatlar bo'lsa kiraman tillada. Lekin kichkina time frame da ochib olib, mana 30-40 pips stop qo'yib ishlash pachag'ini chiqarib beradi, bilmaysiz. Любой shotni pachag'ini chiqarib tashlaydi bu. Shuning uchun tillada shunaqa katta stop qo'yaman. 150 pips, 200 pips stop qo'yib ishlayman. Ishlab ko'rmoqchiman. Ya'ni ishlayman emas, ishlab ko'rmoqchiman. Yevroda imkoniyatlarni o'tkazib yubordik. Yevroda imkoniyatni o'tkazib yubordik. Funt trendga qarshi holat bo'lyapti. Men yerdan nimagadir kirib ko'rmoqchi bo'ldim. Order flow. Ya'ni shu yerdan narx qaytgan bo'lsa, mana katta time frame da kanalning struktura bo'lib qoldi mana. Kanalning struktura bo'lib qoldi. Narx kanalning strukturani bitta sweep qilib oldi pastga. Sweep qilib oldida mana shu zonalardan narx deb ichkari kirib ketarmikin deb kutib o'tiribman, yoki kirgandan keyin kirsammikin tasdiq bilan, chunki hozir kuchli downtrend tushuvchi holat bo'lyapti. Tushuvchi holatga qarshi ishlayotgan bo'lamizda. Agar mana shu yerdan reaksiya olib tepaga chiqib narx 1 soatlik time frame da mana bu minimumlarni yechib qo'yadigan bo'lsa, razvorot berib, ikkinchi sekin chiqib ketsa, shunga qo'shilib olsa bo'ladi. Trendga qarshi kirish, doim trendga qarshi kirib olaman, stop olaman-da. Stop yoki bezib o'tga yo umuman foydasiz savdodan chiqarish beradi. Bu yerda ham hozir tushunarsiz holat bo'lyapti. Narx tashlaymiz buni hozir. Qaranglar. Funtda ham xuddi shu. Funtda boshqa, masalan, paralarda boshqa. O'zbekiston vaqti bilan 22:00 da ochilgan shamga test qiladi. Test qilyapti. Yorib o'tib ketdi, qaytib yana test berdi ana shu shamga.
Buni nimagaligini o'zi ham aytdi. Masalan, men prosta olib test qilyapman xolos buni dedi. Lekin nimaga aynan shu shamdan yuradi, nimaga aynan bu reaksiya beradi, bu bilmaymiz. Soat 10:00 da ochilgan O'zbekiston vaqti bilan 10:00 da ochilgan svichani, 1 soatlik svichani belgilab tortib olamiz. Shu zonaga reaksiyasini kutamiz. Mana reaksiya bergan. Bir marta kelib reaksiya bergan, undan keyin manipulyatsiya qilib qaytib ketgan, keyin yana yorib o'tib ketib reaksiya bergan mana. Hozir men agar mana shu zonalardan agar mana o'zini originalni konsolidatsiya deydigan bo'lsak, ya'ni market maker baymada